Assalomu alaykum hammaga. Hammanglarni bugungi darsimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi YouTube'dagi video darsimizda siz bilan so'z yodlash haqida gaplashamiz. Ya'ni nimaga siz yodlayotgan so'zlaringizni eslab qola olmaysiz, nimaga ishlata olmaysiz speaking va writingda va nimaga qancha harakat qilsangiz ham speakingizda ham writingizda ham o'zgarish sezmaysiz, qanchalik ko'p so'z o'rganganingiz bilan. Aynan mana shu 3 ta savolga bugun javob beraman va so'z yodlashning eng optimal usullari haqida siz bilan bugun gaplashib chiqamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Shahina Qayumova. Men 7 yillik tajribaga ega bo'lgan IELTS va ingliz tili bo'yicha ekspertman va shaxsiy IELTS balim 8,5. Ko'plab minglab o'quvchilarga hozirgacha B2, C1 darajaga chiqishiga yordam berganman va har hafta sizlar uchun ham YouTube'da video darslar chiqarib turaman. Keyingi video darsimiz qanaqa mavzu bo'lishi haqida o'zingizni fikringizni kommentariyada yozing, balki sizni fikringizni inobatga olib keyingi darsimizni siz xohlagan muammoga bag'ishlaymiz va darslarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Nima uchun siz so'z yodlay olmaysiz? Qancha harakat qilsangiz ham yodlagan so'zlaringizni speaking va writingda qo'llay olmaysiz. Ko'pchilik o'quvchilarda aynan so'z yodlash bilan muammo bo'ladi. Aynan o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilishda, o'zbek tilidan ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarda so'z yodlash juda ham katta muammo va buni ikkita eng asosiy, eng katta sababi bor. Juda ham elementarniy ko'rinishi mumkin, lekin mana shu ikkita sabab tufayli 99% o'quvchilar so'zlarni yodlay olishmaydi. Birinchi sababi siz so'zlarni takrorlamaysiz. Kerakli paytida so'zlarni takrorlamaysiz. Ko'pchilik masalan sizga tanish holat bo'lsa kerak, bugun 50 ta so'z o'rgandingiz va ertaga mana shu 50 ta so'zdan sizni yodingizda 5 tasi qoldi. Bir haftadan keyin mana shu 5 ta so'z ham esingizda qolmasligi mumkin yoki ustozingiz mana shu 5 ta so'zdan bittasini so'raydigan bo'lsa, xuddi yangi so'zday tuyulishi mumkin. Va buni eng katta asosiy sababi siz so'zlarni bugun yodlaganingizdan keyin so'zlar sizni faqatgina qisqa muddatli xotirangizda qoladi. Miyangizda qisqa va uzoq muddatli xotira degan qismlari bor va qisqa muddatli xotirada sizlar so'zlarni bugun yodlaganingizdan keyin qisqa muddatli xotirada qoladi bu narsa. Lekin bir oydan keyin ham shu so'zni eslay olishga yoki bir yildan keyin testga tushganda shu so'zni eslab tarjima qilib to'g'ri ishlatishingiz uchun sizga aynan uzoq muddatli xotira kerak bo'ladi. Ya'ni bir yildan keyin, bir oydan keyin eslay olishingiz uchun siz so'zlarni ko'proq takrorlagan bo'lishingiz kerak. Qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira haqida men juda ham ko'p gapirmoqchi emasman, juda ham ilmiylashib ketadi, lekin eng asosiy sizga kerak bo'lgan narsa bu takrorlash. Va takrorlashda ham o'zini ma'lum bir algoritmi bor. Ya'ni sizni xotirangizdan esingizdan chiqib ketishi mumkin bo'lgan ma'lum bir intervallar bor. Masalan, bugun so'z yodladingiz, 50 ta so'z yodlaganingizdan keyin 1 soatdan keyin mana shu 50 ta so'zni 20 tasi esingizdan chiqishi mumkin. 3 soatdan keyin mana shu 50 ta so'zni 30 tasi esingizdan chiqadi. Bir kundan keyin 40 tasi esingizdan chiqadi. Va bu tabiiy holat. Siz nima qilasiz? Xuddi shu holatda bu haqida keyingi qismida gapiramiz videoni. Asosiy sabab, demak, sizda so'z yodlashda takrorlash bo'lmagani uchun yodlagan so'zlaringizni bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin eslab qola olmaysiz va darajangiz o'smaydi. Ikkinchi sabab esa siz so'zlarni randomni qaysidir ilovadan yoki qaysidir ingliz tilini o'rganishingiz uchun eng kerakli bo'lgan 500 ta so'z yoki advanced darajaga chiqishingiz uchun kerakli bo'lgan 2000 ta so'z yoki masalan beginner darajadagi o'quvchilar bilish kerak bo'lgan 500 ta so'z, amerikaliklar ishlatadigan 50 ta so'z degan qanaqadir PDF fayllardan skachat qilib olib, ularni yodlashga harakat qilasiz. Bunda nima bo'ladi? Siz yodlagan so'zingiz masalan difficult qiyin, apple olma deb listga qarab olib yodlashga harakat qilasiz. Bu birinchidan zerikarli. Har kuni qila olmaysiz bunaqa ishni. Har kuni siz agar shunaqa qilib yodlaydigan bo'lsangiz ham baribir o'zgarish sezmaysiz. Ya'ni speakingda, writingda bu so'zlarni qo'llay olmaysiz, chunki sizda kontekst yo'q, bu so'zlarni ishlatilishini bilmaysiz. Va естественно, zerikarli bo'lgani uchun keyinchalik sizni so'zlarni takrorlashingiz anchagina qiyinlashadi. Xo'sh, bizda ikkita muammo bor ekan. Mana shu muammoga qanaqa qilib yechim topsa bo'ladi? Qanaqa qilib yodlasa so'zlarni to'g'ri yodlash bo'ladi? Nima qilsangiz so'zlar esingizdan chiqmaydi va ulardan writingda va speakingda bemalol qo'llay olasiz. Men hozir sizlarga 3 ta yechim beraman so'z yodlash uchun, 3 ta maslahat. Birinchi maslahatim bu so'zlarni ma'lum bir intervallarda takrorlang.
Ya'ni takrorlash kerak. Farqi yo'q. Siz tekstdan yodlayapsizmi, qaysidir listdan yodlayapsizmi, so'zlarni yodlash kerak bo'lsa, siz asosiy maqsadingiz so'z yodlash bo'lsa, takrorlash kerak bo'ladi. Eng birinchi kerak bo'ladigan narsa. Takrorlash qanaqa bo'lish kerak? Birinchi so'z yodladingizmi, 1 soatdan keyin so'zlarni takrorlab chiqing. Ikkinchi marta takrorlaganingizda yo 3 soat yoki 5 soat o'tganidan keyin yana bir marta takrorlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, bugun 20 ta yoki 30 ta so'z yodladingiz. 1 soatdan keyin mana shu 20 ta so'zni yana bir marta 5 daqiqa davomida bittada prosta takrorlab olishingiz kerak bo'ladi. 5 soat o'tgandan keyin yana bir marta yoki 2 marta 5-10 daqiqa davomida takrorlab olasiz va 1 kun vaqt o'tganidan keyin yana bir marta takrorlaysiz. Tasavvur qiling, siz 1 soatdan keyin takrorlayapsiz, 5 soatdan keyin takrorlayapsiz va 1 kun o'tganidan keyin takrorlayapsiz va eng oxirida 1 hafta o'tganidan keyin hafta davomida o'rgangan so'zlaringizni hammasini bir boshdan takrorlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Men ko'pincha o'quvchilarimga shunaqa maslahat beraman. Haftani 6 kunida so'z yodlagin, 1 kunida hamma so'zlaringni bir boshdan takrorlab chiqgin. Nima uchun? Ketma-ket so'zlarni yodlab ketishni o'zini hech qanaqa sizga foydasi bo'lmasligi mumkin. Lekin 6 kun yodlagan so'zingizni 1 kun davomida o'tirib olib, hammasini bir boshdan takrorlaydigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, 1 oydan keyin, 3 oydan keyin doimiy takrorlanish evaziga sizda juda ham katta rezultatlar bo'ladi. Bu uchun siz kuniga 50 ta yoki 100 ta yangi so'z o'rganishingiz kerak emas. 50 ta yodlayman, 100 ta yodlayman deb miyangizni ham, o'zingizni ham, intizomingizni ham qiynashingiz kerak emas. Shunchaki 20 ta 30 ta so'zni har kuni yodlashni odatlantiring. Odatga aylantiring. Masalan, 20 ta so'z yodladingizmi, uni ishlatishni o'rganadigan bo'lsangiz, uni speakingda, writingda qo'llaydigan bo'lsangiz, bir haftadan keyin ham u so'z esingizdan chiqmaydigan bo'lsa, tasavvur qiling, 1 oydan keyin sizda qancha so'z bo'ladi? 3 oydan keyin sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Bu kuniga 50 ta so'z o'rganib, 3 oydan keyin birontasini ham eslay olmaslikdan kamida 1000 marta yaxshiroq. Ikkinchi sizga beradigan maslahatim esa so'zlarni takrorlashdan keyin asosan so'zlarni kontekst bilan yodlang. Ya'ni 500 ta so'zni o'rganib olgan, 500 ta kerakli bo'lgan so'z degan qaysidir PDF fayldan emas, tekst bilan yodlang. Tasavvur qilaylik, qanaqa qilib kontekstdan yodlashingiz mumkin bo'ladi. Men o'quvchilarimga doim mana shu narsaga e'tibor beringlar deyman. Bir daqiqa. Demak, tasavvur qiling, sizda mana bunaqa tekst bor. Masalan, it's a myth. Tak. Sizda mana shunaqa tekst bor. Tasavvur qiling, siz mana shu tekstni tarjima qilib, undagi so'zlarni yodlashingiz kerak. Kontekstdan yodlash degani, men ko'proq o'quvchilarimga tekstdan yodlanglar. Kontekstdan yodlash uchun tekst bilan birgalikda yodlash yoki qanaqadir hikoya bilan yoki qaysidir kitobdan yodlash eng yaxshi variant hisoblanadi o'quvchilarda, chunki birinchidan siz so'zni qanaqa holatda ishlatilganini ko'rasiz. Ikkinchidan so'zni o'zingiz o'sha holatda ishlatib ko'rasiz. Uchinchidan, prosta tak so'zni o'zini kreativ yaratuvchan degan so'zni o'rgangandan ko'ra, creative people degan ikkita so'zni birgalikda yodlash anchagina samaraliroq so'z o'rganish va ingliz tilini o'rganish uchun. Demak, nima qilamiz? Tasavvur qiling, bizda mana shu tekstni tarjima qilib, undagi yangi so'zlarni yodlab chiqishimiz kerak bo'ladi. It's a myth, demak bizda tekst bor. It's a myth, demak bu mif ekan. Myth degan so'zni siz bilmaysiz. Bu legenda yoki afsona yoki bo'lmasa mif, ya'ni yolg'on degan ma'noni bildiradi. Creative degan so'zni ham bilmaysiz. Tasavvur qiling, bilsangiz ham yaratuvchan yoki kreativ degani, to'g'rimi? Yaratuvchan. Born with their talents, gifts from God. Demak, gifts degan so'zni bilmaysiz. Sovg'a. Demak, mana shu so'zlarni takrorlashingiz uchun nima qilish kerak? Bu so'zlarni yodlashingiz uchun nima qilish kerak? Birinchi bo'lib so'zni bittada lug'at daftaringizga yozishga shoshilmang. Lug'at daftariga yozib olishga har doim ulgurasiz. Birinchi bo'lib o'sha tekstni o'ziga yozing. Harakat qiling tekstni raspечатать qilib, ya'ni qog'ozdan yodlashga yoki bo'lmasam telefonda qanaqadir priложение ishlatasizmi, farqi yo'q. O'sha tekstni o'ziga, so'zni ustiga yozib qo'ying va tarjima qilganingizda har safar tekstni qayta o'qiganingizda so'zlarni tarjimasiga e'tibor bering. Demak, demak bu yolg'on ekan. Creative people are born with their talents. Demak, kreativ odamlar talant bilan tug'ilishi yolg'on ekan. Gifts from God or nature. Demak, Xudodan yoki nimadan, tabiatdan sovg'a. Demak, bizda mana shu so'zlarni yodlash bizga kerak. Tasavvur qiling, 20 ta so'zni xuddi shunaqa bitta tekstdan yodlab olishga harakat qilyapsiz. Masalan, latent degan so'zni bilmaysiz, without degan so'zni bilmaysiz va har so'zni yodlash uchun faqatgina so'zni o'zini latent demak nimadir, without nimadir siz degan so'zni tarjima qilib yodlashdan ko'ra
tekstni o'zini qayta o'qing. Men o'quvchilarimga doim aytaman, tekstni o'qigin, so'zni o'zini takrorlamagin, tekstni o'qigin, chunki u yerda san so'zni ishlatilgan holatini ko'rasan, sanda so'z bilan assotsiatsiya paydo bo'ladi va keyin o'zing ishlatishni xohlaganingda assotsiatsiya уже kontekst borligi uchun speakingda, writingda qo'llashing oson bo'ladi deb har doim o'quvchilarimga tekstga qarab so'zlarni yodlashni maslahat beraman. Lekin siz tasavvur qiling, siz buni lug'at daftaringizga yozib olib, lug'at daftaringizda yodlayapsiz. Lug'at daftaringizdan yodlagan taqdiringizda ham hech bo'lmaganda mana shu bir hafta davomida qaysi tekstlardan o'qigan bo'lsangiz, qaysi tekstlardan yangi so'zlarni o'rgangan bo'lsangiz, mana shu tekstlarni bir boshdan bitta ko'z yugurtirib chiqishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki baribir so'z yodlayotganingizning asosiy sababi siz ularni keyinchalik tekstda ko'rganingizda tarjimasini bilishda yoki bo'lmasam writing va speakingda qo'llashda. Prosta tak lug'atni o'zini kreativ yaratuvchan deb takrorlashni esa sizga juda ham katta foydasi bo'lmasligi mumkin. Uchinchi beradigan maslahatim esa o'quvchilarimga bu so'zlarni yodlaganingizdan keyin kamida 3 marta so'zni o'zingiz gapda ishlating. Tasavvur qiling, masalan, siz mashina haydashni o'rganmoqchisiz. Mashina haydash haqida YouTube dan vloglar ko'ryapsiz. Mashina haydash haqida o'qituvchingizni oldida o'tirib olib, o'qituvchingiz qanaqa ishlatayotganini ko'ryapsiz, mashinani qanaqa haydayotganini ko'ryapsiz. Lekin baribir mashinani haydashni boshlaganingizda baribir qayerdadir xato qilasiz yoki mashinani o'zingiz rulda o'tirganingizda qanchalik qiyinligini his qilasiz. So'z ham xuddi shunaqa narsa o'rtoqlar. Siz tekstda uni qanaqa ishlatilganini ko'ryapsiz, lug'atdan uni ko'ryapsiz, qanaqa tarjimasi qanaqa bo'lishini, lekin o'zingiz u so'zni olib 3 tagina gap tuzib, 3 tagina gapda ishlatmaydigan bo'lsangiz, so'zni o'zlashtira olmaysiz. So'zni yodlashni emas, o'zlashtirishni maqsad qiling deb sizga doimiy maslahat bergan bo'lardim. O'zlashtirish nima degani? Siz uni yodladingiz, undan bittada speakingda va writingda qo'llashni boshladingiz. Mana shu holatdagina yodlagan so'zingiz sizga foyda olib keladi. Chunki boshqachasiga darajangizga hech qanaqa ta'sir qilmaydi u so'zni. Prosta kreativ yaratuvchan degan so'zni bilganingizdan keyin hech narsa o'zgarmasligi mumkin. Agar undan siz speakingda bittagina creative, my mom is a creative person degan gapni tuza olmasangiz. Demak, kamida 3 marta gapda o'zingiz ishlating. Agar ot bo'lsa, hech bo'lmasa subject yoki object qilib, ya'ni ikkita holatda ishlating. Masalan, creative people degan gapda ishlatyapsiz, my mom is creative degan gapda ishlatyapsiz. Ikkitagina holatda ishlatishni o'zi ham sizga o'sha bu so'zni speakingda va writingda ishlatishingizni oson qiladi. Ya'ni passive vocabularydan active'ga olib o'tadi. Aynan active vocabulary sizni darajangizni aniqlab beradi. Passive vocabulary emas. Masalan, passive vocabulary miyangizning qaysidir qismida chang bosib yotadigan so'zlarda bu so'zlarni tarjimasini bilsangiz ham o'zingiz ishlata olmasligingiz mumkin. Lekin speakingda, writingda yuqori ball olish uchun aynan so'zni ishlata olish kerak bo'ladi va buni qilish uchun aynan siz so'zni o'zingiz gapda ishlatib, gap tuzib ishlatib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Agarda video shu nuqtagacha sizga foydali bo'lgan bo'lsa, demak sizda ingliz tilini o'rganish juda ham katta muammo bo'lib kelmoqda va yillar davomida vaqtingizni mana ingliz tilini o'rganish uchun sarflayapsiz. Darajangiz qotib qolgan, so'z yodlay olmayapsiz, intizom rivojlanmagan va aynan shu muammolaringizni hal qilish orqali ingliz tilini 3 oy ichida o'sha darajaga ko'tarib olishingiz mumkin bo'lgan ajoyib bitta kursimga sizlarni taklif qilaman. Bu kursda men 7 yillik tajribamda minglab o'quvchilarga o'tgan darsning eng asosiy, eng qaymoq qismi o'tib beriladi va 3 oy davomida siz haftasiga 6 kun ingliz tili bilan shug'ullanasiz. 3 kun davomida mendan video darslar olasiz. 3 kun davomida esa kuratorlar bilan speaking klublarda listening, reading, writinglar bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Kurs 3 oyga mo'ljallashtirilgan va 3 oy davomida siz kamida 80% ma'lumotlarni qabul qila oladigan bo'lsangiz ham bemalol 2-3 ta darajaga chiqa olishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsani ko'pincha o'quv markazlarida 6 oydan 9 oygacha vaqtingiz ketadi. Nima uchun bizda 3 oy? Chunki siz kuniga haftasiga 3 kun emas, haftasiga 6 kun ingliz tili bilan shug'ullanasiz, ingliz tili muhitida o'rganasiz va o'zingizning ustingizda qanaqa ishlash kerakligini, intizomni rivojlantirish, bor potensialdan foydalanish, xotirani rivojlantirish va sun'iy intellektdan foydalanib ham ingliz tilini keyinchalik kursni tugatganingizdan keyin ham qanchalik rivojlantirishingiz mumkinligini ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Kursga qo'shilish uchun
pastdagi silkani ustiga bosib adminga yozing va agar YouTube videodan kursga qo'shilayotgan bo'lsangiz, ya'ni mana shu videodan kursga qo'shilayotgan bo'lsangiz, adminga agar xabar bersangiz, 30% chegirma orqali ingliz tilini 3 oy davomida mendan o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu kursni boshqa kurslardan eng asosiy ajratib turadigan narsasi shundaki, nazorat juda ham qattiq bo'ladi va siz hamma darslarni qilib, darslarni hammasida qatnashadigan bo'lsangiz, 3 oy ichida natijaga chiqishingizga men aniq kafolat beraman. Natijaga chiqmasangiz, pulingiz qaytarib beriladi, siz yo'qotadigan bu yerda hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Kursga yozilish uchun aytganimdek pastdagi silkani bosib administratorga yozing va 30% chegirmadan foydalanib ingliz tilini eng arzon narxda 3 oy davomida 8,5 IELTS bor bo'lgan o'qituvchidan o'rganing. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda nima mavzuni ko'rib chiqishni xohlagan bo'lardingiz, fikringizni izohda qoldiring va keyingi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.